Yegani yaratquchi. Abduri Yarmuhammad Jaloliddin. Planlag'uchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Mas'ul muharrirlari Dr. Abdul Aziz Rahmatullah. Abduvali Sayid. Korrektor Abduvali Sayid. Bat va muqobil loyihalaguvchi A. Aqxon. 3. Maqolat al-Islamiyyin. Mazkur asar Tavhidnomining muallifi Imom Maturidi bilan bir davrda yashagan buyuk islohotchi, rabbani olim, hidoyatparvar zot Abul Hasan al-Ash'arining asaridir. Qayd qilganimizdek, Imom Abul Hasan Ash'ari Ahli sunnat val jamoaga mansub ikki cho'ng aqida mazhabining biri bo'lgan Ash'ari mazhabining asoschisidir. Imom Abul Hasan al-Ash'ari Hijriya 260-yili Basrada tug'ilgan. Bu zatning Ash'ari deb atalishi uning nasabining buyuk sahoba Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu ga tutishadiganligidan edi. Imom Abul Hasanning balaliq davri ayni vaqtdagi Mu'tazillarning fikri va da'vat markaziga aylangan Basra shahrida Mu'tazil iqimining ta'limi ostida o'tgan bo'lib, uni Mu'tazillarning Basradagi dahisi Abu Ali al-Jubbai bir qo'lliq tarbiyalagan. U yashining kichikligiga qaramay Mu'tazillarning Basradagi mo'tavarlari qatoridan o'rin olgan. Hatto ilmiy va fikriy o'tkirlikda Abu Ali al-Jubbaining o'rinbosari sifatida tunilib, dastlabki mazgillarda dong chiqargan. Gerçi u aqidaviy qarashlari ahli sunnat val jamoadan farqlanadigan bir iqimning tarbiyasini ko'rgan bo'lsa-mu, uning ilmga bo'lgan astoydilligi va samimiyligi uning haq yo'lni tepishiga, xato yo'l orasidan to'g'ri yo'lni farqlantirib menishiga turtki bo'lgan. Uning ilm va fikrda o'z davrining yetuklari bilan sinisha oladigan darajaga yetishi, o'z aqidasida haqiqat deb bilgan yo'lning Qur'on va sunnatga qanchalik uyg'un ekanligini tekshirib beqishiga va har bir shubhilik masala ustida ustozi bilan munoziralashib turishiga fursat yaratgan. Natijada bir qadamliq ilmiy munozirada ustozi Abu Ali al-Jubbaini yengib olgandan keyin ustozining tutib olgan yo'li haqida qayta o'ylanish kerakligini his qilgan. Ayni chaqda Abu Ali al-Jubbaining ustozi Vasil ibn Atamo ustozi Hasan Basri bilan bir qatimliq ilmiy munozirada sinashgandan keyin Hasan Basrining yo'lidan ayrilib chiqqan bo'lib, qarmoqqa bu xil tarixiy takrorlanish shakl jihatdan o'xshashlik qilsa-mu, mohiyat jihatdan farqli edi. Chunki Vasil ibn Ataning ayirgan yo'li payg'ambar qoldirgan ilm mirosining nupuzliq varislaridan bo'lgan Hasan Basrining tutgan yo'liga muxolif bo'lish bilan tugallangan bo'lsa, Abul Hasanning yo'l ayirishi o'sha bu payg'ambar mirosining varisligiga qaytish bilan tugallangan edi. Muhimi bu ish Abul Hasanning mu'tazillik yo'lini tashlab qaytadan sunnat yo'lini tutishiga sabab bo'ldi. Shuning bilan u uzunga qolmay o'zining sunnat yo'liga qaytganligini, bundan keyingi hayotini payg'ambar edib kelgan saf aqida bo'yicha mu'tazillikka va boshqa bid'at iqimlarga Qur'on va sunnat orqali qarshi turadiganligini xalqi olamga oshkorlaydi va bu orqali bid'atchilarga o't ochadi. Imom Abul Hasan sunnat yo'lini tutishda sunnatparvar olim Imom Ahmad ibn Hanbalni o'ziga ulgu qildiganligini aytgan bo'lib, u Qur'on va hadisdan so'zib ilingan fiqh va axloqqa doir ilmlar atrofli sharhlanayotgan arab arlida ilmiy yuksalish maydoniga kelib, tafsirchilik, hadischilikka doir ilmiy tadqiqotlar cho'nqurlashayotgan va bu vaqtda nupuzliq asarlar barliqqa kelayotgan bir sharoitda islom aqidasini butun holatda tadqiq qilish va uni mustaqil ilm sifatida barliqqa keltirib sharhlash lozimligini to'nib yetadi. Shuning bilan safsatchi va bid'atchi iqimlarga, shundaqla ulardan boshqa badmazhab saniladigan hashaviylar, xavorijlar, ashqun shialar, murjiilar qatorliq iqimlarga raddiya berishni asos qilgan holda islom aqidasi haqida maxsus asarlarni yozish va tashviq qilishga kirishdi. Uning Maqolat al-Islamiyyin islom ahlining aqidaviy qarashlari nomli asari ana shulardan biri edi. O'sha bu asar Imom Abul Hasanning aqida haqida yozgan bir qancha risolalari va kitoblari ichida islom ahlining aqidaviy masalalarini, shundaqla islomga tava qilingan bo'lsa-mu, to'g'ri aqidaga muxolif yo'l tutgan iqimlarning qarashlarini bir qadar tafsiliy paketlar va raddiyalar asosida bayon qilgan asar bo'lib hisoblanadi. Darvaqa, mazkur asarning ilmiy qimmati intayin yuqori bo'lib, olimlarning aytganidek bu asar aqida ilmida izlangan har bir ixtisos egasi ayrilolmaydigan manba xarakterlik asar sifatida tunilib kelmoqda. Xuddi Imom Maturididan keyin Mavaraun Nahrda yashagan aqidashunoslar Maturidining tutgan yo'lini aqida yo'nalishi bo'yicha o'tirg'i chiqqan har qaysi iqimlar ichida sunnatga eng uyg'un deb tunib, o'zlarining aqida maslikini uning nomi bilan Maturidiylar deb ataganiga o'xshash Abul Hasandan keyingi arab yarim orali va shuning atrofida yashagan ko'plagan aqidashunos olimlarmi o'zlarining aqida maslikini uning Ash'ari nomi bo'yicha Ash'ariylar deb atashgan.
Gerçi İmam Abul Hasan al-Ash'ari İmam Maturidi'nin Tevhidname namlıq əsəriga oxşaş, mufassal və sistemlik izohlangan aqida nazariyasini qaldırmagan bolsa-mı, biroq uning əsərləri öz davridagi g'olluq aqida masalalarini o'z ichiga olgan. Shundaqla ayni davr aqida mazhablarining bir qism tafsilotlarini, shu qatorda ozg'un va bid'atchi iqimlarning ahli sunnat mezonida qaysi darajada ekanligini bilishda muhim yip uch qoldirgandi. Bu jihatdan uning asarlarining ta'siriga uchragan, uning aqida isbotlashdagi metodi va ilmiy masligi bo'yicha yo'l tutgan olimlar uning mazkur asari va boshqa kitob risolalarini qo'shib tadqiq qilish orqali uning aqidaviy va falsafiy qarashlarini bayitgan. Ular yana o'zlari sistemalik holda nazariyaviylashtirgan aqidaviy maslakni mazkur sog'lom metodning asosiy o'lini tiklab bergan Imom Abul Hasan al-Ash'ariga tava qilgan. Mana bu asosda Ash'ari iqimidan iborat ahli sunnat va jamoaning yana bir aqida iqimi borliqqa kelgan. Maqolat al-Islamiyyin ahli sunnat aqida mazhablaridagi Ash'ari iqimining asosiy fikr va aqida nazariyasini shakllantirish, Imom Ash'arining aqida qarashlarini bilish, ayni davrdagi har qaysi aqida iqimlari va bu iqimlarning kalomiy qarashlari bilan uchrashishda asosiy o'rinda turadigan muhim manbalarning biridir. Bu nuqtadan mazkur asar islom aqidasining nazariyaviy asosini tiklashda nupuzli asarlardan bo'lib qolmay, o'z navbatida aqida sohasidagi nadir asarlardan hisoblanadi. İmam Abul Hasan al-Ash'arining asarlaridan yana Al-Ibana an usulid diyana va yana Al-Lam'u fi raddi ala ahli az-zayg wal bad'i va Istihsanul khawdi fi ilmil kalami qatorliqlar bor. Kuchli qarashga asoslanganda Imam Abul Hasan al-Ash'arining vafoti Hijriya 324-yilga to'g'ri keladi. 4. Tahaviyya aqidasi. Al-Aqidatu Tahawiyya. Bu asar Hijriya 3-asr mujtahidlardan Imam Abu Ja'far Tahaviy hazratlari o'zidan ilgari o'tgan Imam Azam va shogirdlarining e'tiqodiy fikrlarini aynan qabul qilib, ahli sunnat va jamoaning aqida qarashlarining yig'indisi sifatida musulmonlarga taqdim etgan aqida risolasidir. Bu risola yana ahli sunnat va jamoa aqidasining bayoni degan nom bilan mashhur. İmam Tahavi yuqorida tilga ilingan İmam Maturidi va İmam Abul Hasan al-Ash'ari qatorliq mu'tabarlar bilan davrdosh bo'lib, Hijriya 239-yili Misrda tug'ilgan. İmam Tahavi İmam Maturidiga o'xshash İmam Azam Abu Hanifaning ikkinchi avlod shogirdlaridan edi. Uning aqida risolasining o'zila salaf solihlarning aqidasini bilishda muhim yip uchi va asosiy manba bo'lishdek alohida imtiyozga ega. Shundaqla xuddi al-Fiqhul Akbarga o'xshash muhim turadigan murojaat obyektidir. Chunki Al-Fiqhul Akbar İmam Azamning aqida qarashlarini bevosita tushunish va bayon qilishda muhim manba bo'lsa, Imam Tahavining bu risolasi Imam Azam va uning ikki munavvar shogirdi bo'lgan Imam Abu Yusuf va Imam Muhammad ibn Hasan ash-Shaybani qatorliq islom dinining ayni davridagi yetakchilari, jumladan salaf solihlar yo'liga vakillik qilguvchilarning sog'lom aqidasini tunishtirgan va dinning ul masalalarini ixcham shaklda bayon qilgan muhim manbadir. İmam Tahavi o'zining mazkur risolasini tunishtirib mundaq deydi. Tuvandagilar İmam Abu Hanifa, Nu'man ibn Sabit al-Kufi, Abu Yusuf Yaqub ibn Ibrahim al-Ansari va Abu Abdullah Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybani qatorliq shariat peshvolarining mazhabi asosidagi ahli sunnat va jamoa aqidasining bayoni bo'lib, mazkur bayonlar o'sha bu imomlar e'tiqod qilib kelgan va bu orqali olamlarning egisi Allohga itoat qilib kelgan aqida masalalaridan iborat. Aytganimizdek, İmam Tahavi garchi İmam Maturidi va İmam Ash'ari qatorliq olimlar bilan davrdosh bo'lsa-mu, biroq u ayni davrda mazkur imomlar kabi alohida aqida mazhabi shakllantirilmagan edi. Buningda mundaq bir qancha sabab bo'lib, bulardan biri İmam Tahavi islom aqidasini ixcham bayon qilish bilan kifoyalanib, tafsilotlarga oldingi ikkalandek cho'nqur cho'kmagan. Shundaqla aqida masalalarini tafsiliy sharhlash, dalillash, qarshi iqimlarga raddiya berish qatorliq jihatlarda diqqatini fiqh va hadis sohasiga qaratganidek qaratmagan. Buningdan shu davrda uning aqida sohasidagi nufuzining fiqh va hadis sohasidagi nufuzidek yuqori bo'lmaganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. İmam Tahavining mustaqil mazhab shakllantirilmasligidagi yana bir sabab risolasida bayon qilingan masalalarning ko'pinchisida xulosa jihatdan İmam Maturidi va İmam Ash'arilarning aqidaviy qarashlari bilan ijtihod doirasiga kiradigan ayrim sondagi masalalarni hisobga olmaganda asosan birdaklikni saqlaganligidandir. Shunga mazkur risola Maturidi va Ash'ari iqimdagilar, shundaqla keyingi davrlarda maydonga kelgan salafiy iqimlarga o'xshash ahli sunnatning farqli ijtihod va qarashlarga ega, ammo asosiy ul masalalarda birdaklikni saqlagan har qaysi aqida mazhablar tarafidan asrlar bo'yi sharhlanib keldi. Bo'libmi
farqli metodga ega mazhablar barliqqa kelgandan buyon mazkur asar har qaysi mazhab ahlining islom aqidasining umumiy gavdasini izohlashdagi muhim xaritasi va asosiy tayanchiga aylanib, mazhablar o'zining islom aqidasini tadqiq qilishdagi ilmiy metodi bo'yicha aqidaviy ta'limlarni izohlash va sharhlashda Imom Tahoviyning mazkur risolasini asos qiladigan bo'lgan edi. Shuning bilan Tahoviy risolasi xuddi Imom Subki aytgandek ko'pchilik ahli sunnat va jamoa musulmonlarning e'tirof qilishiga erishgan asarga aylangan edi. Uyg'ur musulmonlarni olib aytsak, ular toki yaqinqi asrlarda yot e'tiqodning xiraslariga, bo'libmi ajnabiylar tarafidan zo'rg'a singdirilayotgan e'tiqodiy krizislarga duch kelganga qadar Osman imperiyasini, jumladan O'rta Osiyoni markaz qilgan Maturidiya aqidasiga tava bo'lib kelgan edi. E'tiqod krizislari bixlanishga boshlab, islom dunyosi bilan aloqasining uzilishi bilan tang Uyg'ur ulamolari xalqning aqida e'tiqod tonishini yuksak pallaga ko'tarish, aqidasining sog'lomligi va safligini kuchaytirish uchun turli tirishchiliklarni ko'rsatib keldi. Bu islohot va aqartish yo'lida Imom Tahoviyning mazkur risolasi asosiy foydalanish manbasi bo'lgan edi. Buningga vakil sifatida o'tgan asrning oldingi yarmida yashab o'tgan mashhur diniy olim va siyoson Sobit Damollomni tilga olishimiz mumkin. Sobit Damollom islom dunyosida aqartish bo'lib, aqida islohotlari yo'lga qo'yilayotgan davrlarda islom dunyosining mashhur islohotchilari qanot yaydirgan jadidchilik harakatlari va ularning muvaffaqiyatlariga shohid bo'lgandan keyin bu harakatlarning ahamiyatini tunib yetgan. U Uyg'urlarning faqat aslidagi sog'lom aqidasiga qaytgandila andin nijotlikqa erisha oladiganligini cho'nqur tushunib yetib, Uyg'urlarning diniy aqidasini saqlashtirish va ularni to'g'ri e'tiqod bilan qo'llantirish niyatida Imom Tahoviyning mazkur risolasini ixcham izohlagan asosda Uyg'ur tiliga tarjima qilib xalqiga sungan edi. Mana buningdanmi xuddi Imom Subki aytgandek, Tahoviy aqidasining islom ahlining qabul qilishiga erishgan aqida ekanligini, jumladan Uyg'ur musulmonlarining buningdan mustasno emasligini ko'rib olgani bo'ladi. Manbalarda Imom Tahoviyning Hijriya 321-yili vafot bo'lganligi qayd qilindi. Tahoviy aqidasiga sharh nomli kitob haqida. Yuqorida deb o'tganimizdek, Imom Tahoviyning ayrim aqida mazhabi shakllantirilmasligi asosli ikki sababning biriga, ya'ni asar yozilib uzun o'tmayla uning Maturidi va Ash'ari iqlimlar tarafidan ahli sunnat va jamoa aqida yo'nalishi bo'yicha izohlanishi va beytib sharhlanishiga munosabatli bo'lib, bu risola Allohning fazli va marhamati bilan shunchalik ko'p sharhlarning yozilishiga noil bo'ldiki, aqida risolalari ichida bu kitobda ko'p sharhlangan risolalar kamdan kam topiladi. Hatto ba'zi manbalarda Tahoviy aqidasiga yozilgan sharhlarning 500 barchadan oshadiganligi qayd qilindi. Chunki risolada asosliqi ahli sunnat aqida mazhablari metod va tafsilot jihatdan farqlanadigan, ammo natija e'tibori bilan birdaklikni saqlagan g'ol aqida masalalari bayon qilinganligi uchun Maturidi iqimdagilarmi, Ash'ari iqimdagilarmi bundoq ommabop ixcham risolani o'z metodi asosida sharhlashdan tortinmagan edi. Bu yerda ushbu risolaning ahli sunnat va jamoaning Ash'ari va Maturididan iborat ikki cho'ng tarmoqidan sirt Salafiy iqmidan iborat 3-bir juz'iy tarmoq mazhabining shakllanishiga zo'r darajada hassa qo'shgan sharhi bor bo'lib, u Hijriya 8-asrda yashagan Damashqlik katta olim Imom Ali ibn Muhammad ibn Abul Iz al-Hanafiyning Tahoviy aqidasiga sharh nomli asardir. İmam İbn Abul İz al-Hanafi Hijriya 731-yili Damashqda tug'ilgan. U o'z davrining iste'dodli ulamolardan, hurmatga sazovor qozi kalonlardan edi. Uning mazkur sharhi o'zidan ilgari va keyin yozilgan sharhlar ichida islom aqidasini izohlashda avvalgi Maturidi va Ash'arilardan ilmiy metod va qisman o'zgacha qarashlarga ega bo'lgan nadir asarlardandir. Mazkur asar islomiy aqidasini izohlash va salafiy iqim aqidasini tushunishda muhim manba bo'lib, Imom Tahoviyning risolasi va uningdagi asosiy ta'limotlarni cho'ridab kengaytirilgan sharhidan iborat ikki qismga ayrilgan. Imom Abul Iz al-Hanafi kitobining muqaddimasida aytgandek, mazkur sharhni o'ziga ustoz va yetakchi deb qaragan ulamolardan Imom Ibn Taymiya va uning shogirdi Imom Ibn Qayyim al-Javziy qatorliqlarning aqida jihatdagi qarashlari va metodini salaf solihlarga tava qilib turib, salaf aqidasini tunishtirish maqsadida yozgan. Imom Abul Iz mazkur sharhi islom aqidasini atrofliq va dalil bilan yuritib berishda aqidadagi qisman ijtihodiy masalalarni hisobga olmaganda keng doiralik va ilmiy bo'lish, islom aqidasini Qur'on va hadis bayonlari asosida sharhlash jihatdagi alohidaliklari bilan yuqorqi ikki imomning mazhabini tutib mang'oshlar tarafidan, shundaqla bir turkum aqidashunos olimlar tarafidan olqishga erishib keldi.
Şunun bilan asarning nufusi kunimizga qadar uzluksiz eshib, Tahaviy aqidasining sharhi deyilsa, oldi bilan o'sha bu imomning sharhi ko'zga chaliqadigan bo'ldi. Bo'libmi, salafiy iqimi bu asarga alohida ahamiyat bergan bo'lib, asarning o'sha bu iqim ahlini davrimizga qadar ayrim aqida mazhabi sohiblari qilib tutib turishdiki, tuhfasini Imom Ibn Taymiya va Imom Ibn Qayyimlarning asarlarining tuhfasi bilan tang o'rinda qo'ysak ortiqcha bo'lmasi kerak. Shuning uchun ma'lum nuqtadan aytganda bu asarni dinning ijtihod doirasiga kiradigan tarmoq aqida masalalarida farqli yo'l tutishga moyil bo'lgan yangi davr salafiy iqimining asosiy tayanchiga aylangan vakillik va mo'tabar asarlardan deb aytish mumkin. Imom Maturidi va Imom Ash'arining asarlari ahli sunnat va jamoaning aqida nazariyasini tonish va tafsiliy bilishda muhim manba hisoblansa, mazkur sharh islom aqidasini salafiy iqim metodi asosida tushunish va ularning g'ulluq qarashlaridan xabardor bo'lishda muhim manba hisoblanadi. Chunki yuqorida aytib o'tganimizdek, bu asar Imom Abul Izdin 100 yil burun yashagan mashhur islohotchi olimlardan Imom Ibn Taymiya va shogirdi Imom Ibn Qayyim al-Javziylar o'z asarlarida bayon qilgan aqida haqidagi qarashlar va dalilashdagi ilmiy metodini sistemalik yig'ib to'plash va ularning asarlarida ayrim kelgan bayonlarning ko'p sondagilarini maxsus bir aqida kitobiga jamlab bayon qilish bilan alohida o'rinda turgan. Masalan, Imom Ibn Abul Izning tavhidni taqsimlab izohlash bo'yicha sharhlashi tur nuqtasidan boshlanish nuqtasi bo'lmagan hadisning bo'lishining mumkinligi, Allohning ism-sifatlari haqidagi oyat va hadislarni ta'vil qilish zarur bo'lgandimi, uningga cho'qim zohiriy ma'nosi asosida muayyanlashtirish metodi bo'yicha aqida qilish kerakligi qatorliq masalalarda tutgan maydoni bu nuqtani ro'shan gavdalantirdi. Gerçi bu sharh islom dinining barliq aqida masalalarini keng doiralik tadqiq qilishda kuchlik nupuz, mo'l ma'lumot va tadqiqot ahamiyatiga, Qur'on va sunnatdagi paketlarni oldingi o'ringa qo'yishdek xoslikqa ega nadir asarlardan sanalsa-mu, biroq asar avtorining qisman masalalarda Imom Tahaviyning tutgan maslikini o'z hikmiga bo'ysundirib izohlashdek ba'zi ilmiy savolliklarga yo'l qo'yishi, hatto uningdan ilgari o'tgan Imom Ibn Taymiya qatorliq olimlarmi keskin o'tirg'i qo'ymagan qarashlarni ularning yaqinlashidagi salafiy aqidasi doirasiga kirgizishdek ilmiy xatoliklarga yo'l qo'yishi bir bo'lak aqida olimlarining tanqidlashiga uchragan. Masalan, avtorning Allohning ism-sifatlariga doir bayonlarda ilohiy kalamning ovoz va harfli kalam ekanligini isbotlashga zo'r qishi, Allohning ustunligini makon jihatdagi moddiy ustunlik bilan izohlashga moyil bo'lishi qatorliqlar buning tipik misollaridir. Imom Ibn Abul Iz al-Hanafi Hijriya 792-yili Damashqda vafot bo'lgan. 5. Aqidada o'ttirxonlik. Al-iqtisod fil i'tiqod. Asar muallifi Hijriya 4-asrda yashagan yetuk allama, mujaddid va mujtahid olim Imom Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad al-G'azalidir. Imom G'azali Hijriya 450-yili Xorasonning Tus shahrida dunyoga kelgan. U mayli siyosiy jihatdan bo'lsin yoki fikr ideya jihatdan bo'lsin, islom dunyosida umumyuzlik silkinish bo'layotgan, bo'libmi aqida sohasida turli falsafaviy va aqliyatchi iqimlar musulmonlarning tafakkuriga xiris bo'lib, ularning aqida e'tiqodiga qarshi jang e'lon qilish avj olayotgan bir davrda yashagan edi. Mana shunda qatma-qat xarislar qoplagan sharoitda aqida ilmining taraqqiyotini yana bir palla yuqori ko'tarish, aqliyat da'vochilari oldida islom aqidasini aqliy yuksaklikda turib sharhlab chiqish, musulmonlarning aqliyatini qaytadan ijobiy yo'nalishga bo'rash va ularga sog'lom aql metodi hazırlab berish ta'xirsiz taqozoga aylangan edi. Dal mushundaq bir ehtiyoj va bo'shliqni to'ldirishda Imom G'azalidan o'ziga munosib nomzod yo'q bo'lib, u zot bu jihatda muvaffaqiyat qozonib, islomiyatning keyingi davr ilmiy taraqqiyotiga o'chmas izlarni qoldirdi. Islohot nuqtasidan yorqin namunlarni yaratdi. Imom G'azali davrida asrlar bo'yi faylasuflarning aqliy aktivchanligining xarislari turkisida siljish paydo qilib kelgan kalam ilmi bir bo'lak oshqun aqliyat da'vochilari uchun musulmonlarni aqidasidan shubhalantirib, ozdirishdagi asosiy tayanch, haqiqatga yetishning oson yo'lini qiyinlashtirib, xatoga dastishdagi vosita bo'lib qolgan edi. Shu sababdan Imom G'azali kabi ahli sunnat yetakchilari to'g'ri shariatga esilishning zarurligini, sog'lom metodga asoslangan har qanday bir aql egisining hech qachon aql bilan dinni zidlashtirib qo'ymaydiganligini, ilm-fan bilan yo'riqlikqa chiqqan, din bilan hidoyat topgan bir aql sohibi bo'lishning kelajak avlodlarini azg'unlikdan aman saqlab, baxt saodatli qilish uchun bosh tortib bo'lmaydigan majburiyat ekanligini ilgari surdi va buningga chaqiriq qildi. Ana shu asosda nurg'un islohotlar qo'lga keldi. Imom G'azali yurgizgan islohot yolg'iz aqida sohasida bo'lmasdan, yana shariat va axloq sohalarida, shundaqla siyosiy sohalarda bo'lgan.
U yozgan asarlar türünün rangdarlığı, tilining o'tkirligi, fikrning cho'nqurligi va ta'sirchanligining kuchliligi bilan mashhur bo'lib, kalam ilmi, tafsir ilmi, fiqh ilmi, usul fiqh ilmi, solishtirma fiqh ilmi, logika, falsafa, etika, siyosat qatorliq nurg'un sohalarga chetilgan. Shunga u zot har bir sohada shu fanni voyaga yetkazib tadqiq qilish, qarshi fikr ahlilariga kuchli faktlar orqali radiya berish qatorliq alohidliklar bilan o'z davrining har qanday ilm peshvolaridan farqlanib turadi. Uning har qaysi sohalarda yozgan asarlari shu sohaning eng yaxshi asarlari qatorida o'rin olib kelgan. Aqidadagi o'tirxonlik tashabbusi islomning har qanday soha va har bir ish amalda o'tirxonlikni tashabbus qilishdek xosligini alohida gavdalantirib turg'uvchi negizlik shuollardan biridir. Navbatda biz tanishtirmoqchi bo'lgan asarmi aqidada o'tirxonlikni tashabbus qilishdagi o'g'ilik nodir asar bo'lib, mazkur asar Imom G'azalining aqida sohasida yozgan asarlarining eng nodir hisoblanadi. Aqidada o'tirxonlik nomli bu asar ahli sunnat va jamoa aqidasi ash'ariy mazhab metodiga asosan aqliy yuksaklikda, kalomiy va falsafaviy uslubda izohlangan qimmatli asardir. Asarda o'tirg'a tashlangan har bir fikr astoydil va meg'izliq bayon qilinish bilan birga qarshi fikrlarmi aynan keltirilgan va ularga kuchli raddiyalar orqali javob berilgan. Asarda tadqiq qilingan temalar islom aqidasining asosiy masalalariga markazlashgan bo'lib, ular Allohning zoti va uning mavjudligining bayoni, Allohning zotiga va ishlariga doir ism sifatlarning bayoni, payg'ambarlikning haqiqati va uning isboti, xalifalikning aqidada tutgan o'rni, birovni kofirga hukm qilishdagi shar'iy qoida prinsiplar qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Imom G'azali mazkur asarida qo'shimcha tafsilotlarga kirmasdan prinsipal mazmunlarni asos qilgan. Uning o'tirxonlik tashabbusi o'zi tarafini tutgan fikrlar bilan cheklanib qolmasdan, yana uning asariga qo'ygan talabidimi va tadqiqot metodidimi ro'shan ifodasini topadi. Shunga bu asar bak qisqami emas, bak uzunmi emas, nihoyat ixcham va o'tirxon hajmda yozilgan. Konkret masalalar bayon qilingandimi, bayon uslubi yaqishliq, atrofliq bo'lib, klassik asarlarning uslubidek pirislangan iboralar orqali deyilmoqchi bo'lgan mazmunlar o'qirmanga tepishmoq sifatida tashlanmagan. Qo'shimcha tafsilotlarga uzun yer bermagan asosda har jihatdan o'tirxonlik gavdalangan. Ayrim tafsilotlarga nisbatan ba'zida asarning prinsipiga amal qilish yuzidan o'qirmanga uzun izohlashlarga to'lgan kitoblarni tavsiya qilsa, yana ba'zida shu haqda o'zi tafsili to'xtalgan kitoblarni tavsiya qilish bilan kifoyalangan. O'tirxonlik hukmi Imom G'azalining nazarida to'g'ri e'tiqodning simvolidir. U mazkur asrda to'g'ri aqidaga ega bo'lishni e'tiqoddagi o'tirxonlik prinsiplariga rioya qilishga bog'laydi. Aqidadagi o'tirxonlik uning nazarida aqlning chegarasidan hal qilgan tafsilotlarga cho'kmasdan, faqat uningdagi asosiy ul haqiqatlar va zarur ta'limotlarga ergashish orqali vujudga chiqadi. Uning nazarida shariatning talablari bilan aqlning taqozzolari orasida tangpunlikni saqlagan, naql bilan aql orasida to'qinish mavjud emasligini muayyanlashtirgan ahli sunnat va jamoalar o'tirxon aqidaning vakillaridir. Imom G'azalining nazarida aql bilan vahiy orasidagi munosabat aniq bo'lib, o'zaro to'liqlovchi va hamkorlik munosabatidir. Navoda u ikkisi birlashsa, nur ustiga nur bo'ladi. O'tirxonlikdan hal qilgan yoki o'tirxonlikqa yetolmaganlarni, masalalarning muhimlik darajasini to'g'ri toniy olmagan, dinning haqiqati va javharini bilib yetolmagan kishilar deb qaraydi. U olg'a surgan bu fikrlar islom dunyosida zo'r ilgirlash va tavrinish hosil qilgan edi. Uning mazkur metodiga uningdan keyingi olimlar va mutafakkurlar bo'lib, barliq ahli sunnat yetakchilari toki bugunga qadar izchil varislik qilib kelmoqda. Bularning orasida aqliyat va naqlchilik sohasidagi buyuk peshvolardan falsafa bilan din orasida to'qinish yo'qligini muayyanlashtirgan, falsafaviy qarashlari sharq va g'arbda umumiylik e'tirofga erishgan Imom Ibn Rushd, shundaqla aql va naqlchilikdagi qatmanliqlarga qarata zo'r islohotlarni olib borgan Shayxul Islom Ibn Taymiyaga o'xshash olimlarimizni alohida tilga olib o'tishimiz mumkin. Imom G'azali Hijriyaning 505-yili yurti Tuzda vafot bo'lgan va shu joyga dafn qilingan bo'lib, Alloh o'z zotga har ikki olamda rahmat qilg'ay. 6. Tavhid yetakchisi Risolatut Tavhid. 20-asr islom dunyosi parishlangan, musulmonlarning el-yurti birligi bo'linib tashlanib, har millat o'zining holi bilan avvar yurgan bir asr bo'lgan edi. Ishg'olchilar islom yurtlarida jo'grafiyalik mustabidliklarni yurgizib qolmay, balki ma'arif, fan madaniyat, ijtimoiy tuzum, axloq va qonunchilikqa qadar islom dunyosining 1000 yildan ortiq tarix mobaynida bir bayroq, bir kitob, bir qibla, bir madaniyat va bir dinga ishonib e'tiqod qilib kelayotgan an'analarga jang e'lon qildi. Zamin tuproqlari qanday dafsanda qilishga, parchalanishga uchragan bo'lsa, yuqorqidek ma'naviy boylik xazinalarimi bo'lishib olishga, talon-tarojga va ig'ir darajada tajovuzchilikka uchradi. Qisqasi, musulmonlar dunyosi go'yo chivinlarning hujumiga uchragan bir tovoq taomdek tajovuzchilikqa to'lgan bir asrni boshdan kechirmoqda edi.
Bularning hammasi musulmonlarning qaddining zo'r darajada pukilishini keltirib chiqargan bo'lsa, yangidan barliqqa kelayotgan avlodlar uchun baloy ofatdan boshqa narsa emas edi. Gerçi keyingi avlodlarning o'zidan ilgirgilarning o'tkazgan xatoliklarning jazosini tortish majburiyati bo'lmasa-mu, biroq ularning tarbiyalanishi, shundaqla islom dunyosiga yangidan singib kirayotgan yot qonun, tuzum va madaniyatlar o'zlaridagi moddiy qaloq hayot bilan ishg'oliyatchilardagi farovon va jalbkor hayot tarzi orasidagi farq degandek omillar ularni o'z madaniyati, diniy aqidasi, shundaqla tarixiy va ajdodlaridan gumonlantirishga boshlagan edi. Musulmonlar dunyosi texi ishg'olchilarning qattiq zarbasidan asliga kelib olishga ulgurmayla, ularning qatma-qat besimlari, nayranglar tufayli qatma-qat krizisga bo'g'ildi. Shundaqdimi, musulmonlar ichida bir turkum uyg'oq islohotchilar yana mavjud bo'lib, ular millatdosh va dindoshlarni bu xil g'aflat uyqusidan tiz uyg'otib, birlik hosil qilib, moddiy va ma'naviy tajovuzchiliklarga qarshi harakatga o'tishi zarur edi. Chunki ular shu dindoshlarga parlaq madaniyat yaratgan tarixdan beri ustunlik va birlikni saqlab kelishiga asos bo'lgan islomdan iborat mustahkam arqonni qo'yib o'tishning halokatini, avvalgi ajdodlarni izzat va shon sharafga ega qilgan tutqiga ching yepishish orqali erkinlik va shon sharafini qo'lga keltira oladiganligiga shaksiz ishonishini, shundala ularga nijotlik va haqiqiy ma'nodagi hurlikning qayta kulib boqadiganligini aslatishi ta'xirsiz ishga aylangan edi. Şunun bilan o'sha bu ta'xirsiz chaqiriqqa binoan yangi bir turkum islohotchilar o'ttirg'a chiqdi va bu yo'lga qadam qo'ydi. Darvaqa Sharq o'z bexutligida izchil kelgundi madaniyat va fikr ideyalarning ta'siriga uchrayotgan bir paytda islohot harakatlaridami ma'lum tajriba saboqlar yakunlanishga boshlagan edi. Muhimi uyg'onish harakatini jonlantirish va buni umumyuzlik inqilobga aylantirish zarur bo'lib o'tadi. Dal mushundaq vaziyatlarning birida Imom Muhammad Abduh ismli bir zot o'ttirg'a chiqib islohot bayrog'ini qo'liga oldi. O'tmishdagi mag'lubiyatlar va o'zidan ilgirki islohotchilarning tajriba saboqlarini yakunlagan Imom Muhammad Abduh yil-siri ko'payayotgan yangi bir avlodning texi bu jaronliq uyg'onish chaqiriqiga ovoz qo'shqidek hozir emasligini, bu yangi avlodni uyg'otish uchun oldi bilan e'tiqoddan iborat ularning ruhiyati va qon-qiniga singib kirib, haqiqiy kimligi va ruhiyatidagi yoshirin kuchini tuntalaydigan muhim ulni qaytadan ko'klatish kerakligini cho'nqur tunib yetgan edi. Navbatda tunishtirmoqchi bo'lgan kitobimiz dal 20-asr islom dunyosining ma'arif ulini qaytadan mustahkamlash yo'lida barliqini taqdim qilgan din, diniy e'tiqod, madaniyat va siyosiy sohalarda zo'r islohotlarni olib borgan, shundaqla islomning madaniy yetakchiligini islom ummatiga tunutish, ularning faqat mushu madaniyat orqali nijotlikqa va saodatga erisha oladiganligini aqida qilish lozimligini ularga bildirishni bo'rish deb bilgan katta zot Imom Muhammad Abduhning Tavhid yetakchisi nomli asardir. İmam Muhammad Abduh 20-asrning ko'zga ko'ringan islohotchi olimlardan bo'lib, Hijriya 1266-yili Misrning Buhayra nahiyasining yezisida dunyoga kelgan. Azhar universitetida ta'lim olgan va olimlik unvoniga erishgan. Ayni davr fikri, ijtimoiy va siyosiy jihatdagi qalaymiqonchiliklarga qarshi inqilob qilib, zo'r ta'sir qo'zg'agan. Misrning muftiligi, Azharning shayxligi qatorliq ilmiy va diniy xizmatlarni o'tagan. U butun mamlakat miqyosida Azhar yetakchiligidagi barliq ma'arif sohalariga qarata inqilob olib berib, aqartish va islohot qilish yo'lida olamshumul o'zgarishlarni barliqqa keltirgan buyuk diniy dahidir. Uning aqida va fiqhshunoslik sohalarida qilgan aqartish xarakterli xizmatlari va qo'lga keltirgan natijalarining o'zila sal qarg'usiz darajada bo'lib, kunimizdagi Azhar universiteti va boshqa diniy ma'arif muassasalarining din ilmlarini taraqqiy qildirishdagi islohotlarni Imom Muhammad Abduhning jafoliq tirishchiligidan ayirib qarash mumkin emas. Garchi Imom Muhammad Abduh aqida sohasida bir qadar asarlarni yozgan bo'lsa-mu, bularning ichida uning Tavhid yetakchisi nomli asari bir qadar alohida o'ringa va ilmiy qimmatga ega. Biz mazkur asar va uning avtori to'g'risidagi ma'lumotlarni, uning ta'limlari, dunyo qarashi va ideyalari bilan bevosita uchrashgan shaxslardan anglaganimizda, asarning ilmiy qimmatini va avtorning shaxsiyatini tushunishga yanada yaqinlasha olamiz deb qarab, bu vaqtda uning o'quvchisi, islohotparvar olim ustoz Alloma Muhammad Rashid Rizoning bayonlari bilan kifoyalanmoqchimiz. Ustoz Rashid Rizo mundoq deydi: Ustoz Muhammad Abduh parlaq hikmat va farosat namoyandalaridan bo'lib, uni qancha taraflasak ozliq qiladi. Uning Tavhid yetakchisi nomli asarining o'zila aqida ilmida javharlarning javhari hisoblanadi. Meningcha bo'lsa, uning bu ixcham asari tom-tom kitoblarni besib tushidi. Chunki kitob mahorat va uslub yaratish jihatdan badiiy qimmatga ega, qurilma jihatdan yuksak ustunlikka ega. Asarning ilmiy qimmatini qadimki va keyingi davr aqida olimlarining mushu sohada yozgan asarlariga diqqat qilganlar bilalaydi. Muallif
Allah uning tirishchanliklarini mukofotlasin. Asarning kirish so'z qismida aqida ilmining tarixi haqida nuqtaliq to'xtalib o'tgandan keyin dinning mutlaq haqiqat ekanligini bayon qiladi. Bulardan keyin islom dinining boshqa samoviy dinlardan farqlanadigan alohidliklari ustida to'xtalib, bu dinning samoviy dinlarning oxiri bo'lishidagi hikmat va sirni ochib berdi. Ondan payg'ambarlarning xotimasi bo'lib kelgan zot haqida fikr yurgizib, jamiyatshunoslar bilan tavhid ahli orasidagi ixtilofiy masalalarni birma-bir operatsiya qilib chiqadi. Dindagi farqli mazhablar turli shakldagi iqlimlar haqida to'xtalib, ulardagi masalaning Qur'onning dinni parpo qilish, bo'linmaslik haqidagi amr farmonlarga bexudlik qilganligidan kelib chiqqanligi va shu vajidan hamma taraf ziyon tortganligini, amaliyotda bu xil ixtiloflarni bo'linish darajasiga opirishning to'g'ri emasligini, balki har firqa bo'yintovoqlik va qattiqlikni tashlab, insofliq va haqiqat suyar bo'lib, munozirada kibrdan saqlangan holda aqliy dalilni o'z o'rnida, naqliy dalilni o'z o'rnida ishlatsa, ondan to'g'ri bo'lganligini bayon qiladi. Ustoz garchi aqidalarni izohlash usulida salaf solihlarning yo'lini tutgan bo'lsa-mu, o'z nuqtai nazarida turib, keyingi ulamolarning qarashlarini ayblamagan. Ustoz mazhablar orasidagi ixtiloflardan yiroq turgan bo'lib, bu jihatda jadal majralarning siqindilaridan o'zini chatga olgan. Shunga asarda ortiqcha munozara va dialoglarni, ixtilof majralarini, haqiqatni safsatiga aralashtirib o'tishlarni, qarshi fikr ahlini o'rinsiz holda fosiqlik yoki kofirlik bilan ayblashlarini, qarisiga to'npitishlarni uchrat qilib bo'lmaydi. Asarda davr sharoiti alohida diqqatga ilingan bo'lib, bu jihatdan ustoz qisman ko'nlarning ig'volari va vasvasalarini tilga erishdan o'zini tortgan. Ustoz yana payg'ambar rahbarligining olamshumurligi, insoniyatning bunga muhtoj ekanligi, vahiyning mumkin bo'ladigan va aqlga uyg'un hodis ekanligi, jamiyat tuzumining mukammalligi va insoniyatning baxt saodat uchun vahiyning muqarrarligi qatorliqlar haqida atrofli to'xtalgan. Asarda yana dinning alohidliklari bayon qilingan bo'lib, bu vaqtdagi bayonlarda islom dinining tunji inson turi aqliy jihatda balog'atga yetgan, aql taraqqiyoti pishib yetilgan zaman Allohning uninga xitob qilish natijasida barliqqa kelgan haqdan ekanligi, islom dinining qiyomatga qadar butkul insoniyatning madaniy taraqqiyotida agishib menishiga tamoman mos keladigan din ekanligi qatorliqlar o'ttirg'a qo'yilgan. Ustoz bu orqali g'arb faylasuflarining din ahlini, bo'libmi islom dindagilarni eng yomon dindorlar deb tarqatgan fitna ig'volarga kuchli radiya bergan. Yig'ib aytganda, ustozning mazkur aqida kitobini diqqatni tortishdan iborat davrning navbatdagi talbiga uyg'un tashviqot qilishga tamoman to'liq yaraydigan va layoqatli bir asar deyishga bo'ladi. Shunga bu asarni aqida ilmiy taraqqiyotidagi bir bosish deb ayta olamiz. Chunki arada talay asarlar o'tdi. Bu jarayonda biz ilgirgi kitoblardan taqlitib va shaxlatib tuzilgan nurg'un kitoblarni, garchi u kitoblar o'zidan ilgirgi talay kitoblarni montaj qilingan yana bir nusxasi bo'lsa-mu, biz uni ijodiy asar sifatida tunib o'tib ketdik. Shuning bilan har bir davr o'zidan ilgirgi davriga qaraganda chekinib ketayotgandek bir holat ko'zga chiliqishga boshladi. Hatto biz Allohning qonuniyatining o'zliksiz chekinish va pasayishiga qarab menish ekanligini tadrijiy jazmlashtirib ulgurgan bo'ldik. Halbuki Allohning mavjudotlar ara yo'lga qo'ygan qonuniyati izchil taraqqiy qilish va yuqoriga o'rlash bo'lish kerak edi. Bizning orqada qolishimiz va tushkunlashishimiz bo'lsa, bizga sirtdan yuqqan kasal, kelgunda illat bo'lib, ummatdagi kasalning shaxsdagi kasaldan farqi qolmayotdi. Mana mushundoq bir davrda kasalimizga diagnoz qo'yib, dori yozib beradigan usta doktorlarimizni, garchi ularning qo'lida hammaylan shifo topib ketmasa-mu, Allohning bizga yetkazgani haqiqatanmi xushallanarlik ish. Mushundoq davomlashadiganlar bo'lsa, Xudo xolisa ustunlik qozonadiganligimizga, ilgirlayolishimizga, izchil yuksalib taraqqiy qiladiganligimizga gap ketmaydi. İmam Muhammed Abduh o'zining fikr idealarining tarjimoni deb ko'rsatgan ustoz Rashid Rizoning yuqorqi bayonlaridan Tavhid yetakchisi nomli asarning islom aqidasini yangi davr aqliyati asosida tushunish hamda aqida ilmining yangicha qiyofati bilan tanishib chiqishda muhim rol o'ynaydigan mayli uslub, xarakter, mayli metod jihatdan bo'lsin, haqiqatanmi o'zgacha va farqli alohidliklarga to'yingan nodir asar ekanligini ko'rib olg'ili bo'ladi. İmam Muhammed Abduh Hijriya 1323-yili 57 yaşında kesel sebebinden İskenderiye şehrida vafot bo'lgan va Qohiraga dafn qilingan.